Bugun ba'zi bir gaplarga nuqta qo'yamiz. Assalomu alaykum. Bizning YouTube kanalni kuzatib boruvchilar, like bosib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa, ko'pchilik O'zbekistonda qiziqish bildirgan aynan Cherry brendiga kelganmiz. Okey? Assalomu alaykum. So'rashib olamiz. Bizning nomimizni so'rashib, videoga so'rashib qo'yamiz. Sevushagan menejerlar, sotuv otdeli bo'yicha. Hozir nima diplom oldingiz? Anaqa eng yaxshi обслуживание klient, качественный. Klientni eng zo'r obsluga qiladigan menejer bo'libdilar bu yilga. Xudo xolasa, endi как раз bizani hozir obsluga qiladilar. Biz shunaqasi tekshiraveramiz. Qani qanchalik menga mashina sota olasiz? Mashinani jinnizini, okey, shuning uchun sotib ko'rasiz. O'zbekistonda shunaqa miflar bor, Cherry brendi haqida. Motor yaxshi emas, bir tiyinga qimmat mashina, gaz qo'ygandan keyin motori ketib qoladigan gap so'zlar juda ham ko'p. O'sha narsaga bugun nuqta qo'yishimiz kerak. His qilamiz. Bo'ldi, okey. Xo'p, hozirgi kundaga eng ko'p sotuvga ega bo'layotgan 7 Tigo Pro modeli, to'g'rimi? Albatta. Xo'p, shu model haqida bitta qisqacha gapirib bersangiz. O'zi umuman keling anaqadan boshlay qolaylik, Cherry'ning tarixidan boshlay qolaylik. O'zi umuman nechinchi yil ishlab chiqarilishi boshlangan? Xo'p, qarang, Cherry tarixiga keladigan bo'lsak, eksport bo'yicha eng ko'p eksport bo'ladigan Cherry kompaniyasi hisoblanadi Xitoyda. Xitoyga eng katta eksport qiladigan kompaniyasi bu Cherry. Albatta, albatta. Keyin Cherry hozirgi kunda Yevropa standarti bo'yicha 5 ta yulduzga ega, ya'ni bu безопасность bo'yicha, ya'ni xavfsizlik bo'yicha. Yevropa standartidan 5 ta yulduz olgan mashina hisoblanadi. Hozirgi kunda juda ham katta segmentda mashinalar ishlab chiqariladi. Hozir zavodida misol tariqasida 1 minutda bitta mashina tayyor bo'ladi. Noldan boshlab turib, полноценный yurishigacha. Ya'ni hozir 1 minut ichida bular noldan 1 minut ichida to'liq mashina yig'adi. Albatta. Yo'q. Xitoyga o'zim borib keldim yaqinda zavodiga. Zavodiga borganingizda odam juda ham kam, hammasi robot oladi, qo'yadi, svarka qiladi, boshqa qiladi. Bitta-ikkita detallarida robotning qo'li yetmaydigan joyga odamlar o'zi svarka qiladi, bo'ldi shu. Atak 1 minutda уже bitta mashina chiqadi. Hozirgi kunda eng ko'p eksport bo'ladigan mashina bu Cherry hisoblanadi Xitoyda. Xitoy o'zida sotuvi qanaqa? Xitoy o'zini sotuvi zo'r. Chunki Xitoyga borganingizda ko'radigan bo'lsangiz, endi Xitoyga borganlar biladi. Bu yerda taksi ham, politsiya ham, ko'cha ham, polniy Cherry. U yerda endi skuterlar ko'proq, chunki ya'ni tirbandlikni oldini olish, ekologiya hisobiga birinchi o'chirda skuterlar turadi, ikkinchi o'chirda Cherry turadi. Cherry bitta model bo'yicha cheklanib qolmagan. U yerda Exit bor, iCar bor, Jetour bor, hammasi o'sha asoschisi Cherry hisoblanadi. Ya'ni bular subbrend hisoblanadi. Albatta. Qaysi biri hozir Jetour subbrend hisoblanadi. O'zbekistonda u ham bor. Yana Exit bor. Exit bor, u ham Cherry. Keyin iCar bor. iCar u ham Cherry. Albatta. Shu 3 ta brend Cherry. Yana u yerda brendlar ko'p edi, to'g'risi esimda qolmadi. Jeko degani ham bor. Menimcha ularda endi sotuvga chiqyaptimi, hech qanday prezentatsiya qilayotganda ko'rdi o'sha mashinalarni. Hozirgi restaylinglari ham misol uchun hali endi chiqmagan obrazni bizga ko'rsatishdi faqat, chunki telefonlar ham kirgizishmadi. Zo'r. Mashinalar restaylingi вообще bomba kelyapti. Xo'p, crossover bo'yicha hozir eng katta sotuv mana aynan shu model. Albatta, 7 Pro da. Nima uchun bu mashinani ko'proq sota olishadi? 7 Pro'lar уже полноценный crossover hisoblanadi hozirgi kunda. Endi ko'rib turganingiz dizayni bo'yicha, безопасность bo'yicha, xavfsizlik, ya'ni haydayotganda quliyligi, funksiyalari, o'zini misol uchun segmentiga menimcha arzigulik pul deb hisoblayman. Nechta pul hozir narxi? 311 million 900 ming. Bunda 3 ta komplektatsiya bor. Ya'ni уже funksiyasiga qarab turib o'zgaraveradi. Eng ko'p sotilayotganlar aynan shu birinchi komplektatsiyasi bo'ladi. Albatta. Hozir bu mashinaga sizlarni saloningizda Nobodoga yetib o'tib ketamiz. Olishmoqchi bo'lsa, рассрочка ochilganmi? Albatta, bemalol. Рассрочка, avtokredit, naqd to'lov, lizing, безналичный оплата, вообще farqi yo'q. Hamma to'lov turlarimiz bor. 5%, 5 penya, 5 shtraf bemalol xarid qilsa bo'ladi. O'zlarining nomlariga chiqadi. Xo'p, endi mashina bilan bitta tanishamiz, uni saloniga o'tiramizda, hozir mashinani bitta ko'ramiz. Xo'p, mana ochgandan keyin o'zi hamma yoq koja ekan, to'g'rimi? O'tirgandan keyin stenalar elektronli bo'ladi. Bu mashina hozir ochganingizdan keyin o'zi приветствие beradi, sizni kutib oladi mashina. Bunda panorama yo'q ekan. O'sha katta raznica bir bilan ikkinchi pozitsiyasida o'sha panoramalik hisoblanadi. Bo'ldi, xo'p, aka printlariga gap yo'q. Endi dizaynerskiy ham kichkina interyer qismini yetib o'tib ketamiz. Tarpetgan tepa qismi полностью koja, o'rta qism koja, endi pastki qism har doimgidek plastik. Dizayni zo'r, ortiqcha xalaqit qilmas ekan, vidga ham. Mana masalan, men sal go'dali odam bo'lganim hisobiga menga normalniy o'tirish bor.
Xo'p, endi funksionalni bitta qisqacha ayting. Akustika sistema nima turibdi hozir? Hop, akustika shtatniy bo'ladi bunda. Shu bundan yuqori turgan pozitsiyalarda уже Sony akustikasi bo'ladi. Cherry Primoy Sony bilan shartnoma qilib, polniy mashinalariga Sony akustikasini qo'yadi. Xo'p, endi rasxod bo'yicha qanaqa rasxod qiladi? Hop, rasxod bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, aka bilganingizdek, hamma har xil haydaydi mashinani. Bunda ikkita rejim bor, sport bor, eko bor. Misol tariqasida bor klientlarimiz живой odzivlari, misol uchun 7 tiydi deydi, 8 tiydi deydi, bir xilgina misol uchun 9 tiydi deydi. Bizani o'zimizni tez drive'dagi mashinamiz aka 8,5 tiydi. Ya'ni shuncha qiynalganini hisobiga, shuncha agressiya olganini hisobiga 8,5 tiydi. Agar misol uchun bunga faqat agressiya beraversak, rasxodi oshib ketaveradi. U любой mashinada bor narsa. Nima benzin qo'yiladi? Bunda 92, garantiya 92 ga beriladi. 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beriladi. 5 yil yoki 150 ming kilometr bemalol 92 quysanglar ham bo'ladi. O'zi 92 quyiladigan mashinalarga bunaqa garantiya kamdan kam beriladi Albatta. hozirgi kunda. Lekin gapi garantiyasi zo'r ekan. Endi hozir motor qismi bilan men tanishtiraman, chunki bu mashinaning motor qismini yaxshi bilaman. Bu mashinaga juda ham ko'p gazlar ham qo'yganmiz, ketdi motor qismiga. Xo'p, 1,5 litrli MPI turbinasi bor dvigatel hisoblanadi. Gaz qo'yilgandan keyin o'zi ko'pchilik gaz qo'yyapti bu mashinaga, lekin ba'zi bir joylarda оборудование bo'yicha xato qilib qo'yishyapti. Albatta. Mana misol Cobalt'dan 1,5 litrli motorni hisoblaydi. Cobalt'ga qo'yiladigan bloklarni, Cobalt'ga qo'yiladigan kompyuterlarni bunga qo'yib qo'yadigan ustunlar bor. Bunaqa ish qilish kerak emas. Обязательно bu mashinada kislorodniy datchikka ulash kerak bo'ladi. Ya'ni OBDga ulanadi. Ulangandan keyin kompyuterda rasxodlik bo'yicha solishtiruv bo'ladi. Ertaga katalizatorga nagruzka tushmasligi uchun, to'g'ri yurish uchun, yaxshi yurish uchun aynan imенно shunga to'g'ri keladigan оборудование установка qilish kerak bo'ladi. Biza ham установка qilayotganmiz. Xudo xolisa bu mashinalarga 150 ming, 100 ming kilometrgacha bemalol garantiya beramiz. Qo'yganmiz. Torishlarda hech qanaqa muammo yo'q. Dinamikasiga keladigan bo'lsa 92 benzin bilan solishtirsak, undan yaxshiroq tortadi. 95 bilan bir xil yuradi. Xudo xolisa motori bo'yicha ham hech qanaqa muammo yo'q. Bu 7 da faqat shunaqa motorda chiqqan, to'g'rimi? 1,5 litrli hammasi 1,5 litrli bo'ladi. 3-pozitsiyasida уже 1.6 turbina bo'ladi, i motori GDI bo'ladi. GDI. Unda GDI motoriga alohida to'xtalamiz, chunki ayoqda eng ko'p GDI motorda sotiladigan 8 Pro'mizda turibdi. Hozir endi mana yana bitta modelimiz sedan bo'yicha eng ko'p sotuvga ega bo'lgan Ariza 6 Pro, to'g'rimi? Hozirgi kunda juda ham ko'p odamlar ishqiboz bo'lgan bu mashinamizga, ayniqsa restyling variantiga hozirgi kunda 25 absolyutni tugadi. Mashina yetkazib bera olmadi mijozlarimizga. Avvalambor o'sha mijozlarga yoqqani uchun dizayn tomonlama, yurishi, dinamichniligi mashinani. O'zini segmentiga menimcha o'ylaymanki, bunaqa funksiyalar bizada zo'r yengil hisoblanadi. Gaz bo'yicha bunga ham xuddi shunaqa Cherry 7 ga o'xshagan motor, muammo yo'q. Okalar bemalol tushiradi. Metan qo'yganlarimiz ham juda ham ko'p. Bo'ldi. Okani modeldan bitta ko'rib ketsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Ko'rsatamiz ham. Ketdi, yuring. 2 Pro'ni ko'rsatamiz, chunki sotuv to'xtatdimi mashinani? Sotuv to'xtalyaptimi yo'qmi, uni biz aniq bilmaymiz, lekin hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan mashinalarimizdan bittasi desak ham bo'ladi, chunki hamyonbop, oilaviy, dinamichniy, ekonomichniy mashina. Misol uchun o'zini puliga deylik, misol uchun 7 Pro'da birinchi pozitsiyasida 312 millionlik mashinada lyuk yo'q, bunda bor. Rul abagreplari, sidenye abagrev, cruise control, sensorli displey, orqa kamera, orqa parktronikalar bor. 17 diska bilan qoplangan. Zavodskoy start-stop ekan, polniy kojada ekan, tepa qismlari полностью plastik ekan. Ну, plastik tashlasa emas. Hop, motor nima bunda hozir? Bunda hozir bir turbina motor turibdi, 102 ta ot kuchi bunda. 1 litrli turbina motor, 102 ta ot kuchi bor. Bu konkurensiya qilayotgan mashinalar. Bu hozirgi kunda konkurent bo'layotgan mashinalar bu Kia Sonet bo'ladi. Kia Sonetdan keyin o'zi Tracker hisoblanadi. Endi misol tariqasida agar Trackerni fullini oladigan bo'lsak, 280 millionlik mashinani o'sha bilan funksiyalari почти bir xil. Bitta o'sha sideniyasi elektronlikligini hisobga olmasa, orada 60 million raznica bor. Bemalol qildirib olsangiz ham bo'ladi. 60 millionni shunday olib bizga kelsanglar, nomodorga ancha-muncha narsasini tuning qolsa bo'ladi. Bu hozir qachon kelgan bu model? Bu oktyabrda kelgan bizga. Men ko'rmadim lekin. Bu gibrid hisoblanadi. Plugin. Hop, o'zini elektronikasida 125 km yuradi. Laboratoriya xulosasi bo'yicha polniy bakda 2000 km. Lekin bizning O'zbekiston sharoitimizda 1400 1600 km bemalol bosib o'ta oladi. Necha litrli bak turibdi hozir? 60 litrli bak bo'ladi bunda. Benzin bak 60 litrli, 1400 km O'zbekiston usullarda beriladi. Albatta. O'zi ko'pchilik adasharganda gibrid mashinaga to'xtalganda Xitoy iqlimi umuman boshqacha yuradigan mashina, O'zbekiston iqlimida umuman boshqacha harakatlanadigan mashina. Albatta. Shu narsaga ko'pchilik u yoqni probegini bizga solishtirib qo'yapti. O'shandan keyin aytgan mashina unaqa kilometr yurmayapti degan
tushuncha paydo bo'lib qoldi. Xuddi shu. Hop, mashinani o'ziga kelamiz. 5 million narxi hozir. Xo'p, hozirgi kunda 365 million bu eng full komplektatsiyasi hisoblanadi. Xo'p, bu yerda hamma funksiyalar bor. Paso держание, samotarmojение, lidar datchiklari. Xuddi Mercedeslarga o'xshab, mana eshigini qilib qo'yishdi. Ha, dizayn Merc bilan umuman qolishmaydi. Plug-in gibrid hisoblanadi. Bu hozirgi kunda aytib o'tganimdek, o'sha Yevropa standarti bo'yicha 5 ta yulduz olgan, ya'ni xavfsizligi bo'yicha va anaqa dizayni bo'yicha. Misol tariqasida bunda 12 ta yostiqcha bor. Xavfsizlik yostiqchasi. Bu sizga nima beradi? Ertaga xudo ko'rsatmasin, qanaqadir DTP bo'ladigan bo'lsa ham hech qanaqa sizga zarar tegmaydi. Ya'ni har tomonlama sizni yostiqchalar himoyalab turadi. Kuzovi buni 70%, tseri 60% qattiq anaqa staldan ishlatilgan bo'ladi. Uncha-munchaga anaqa sinib ketmaydi, g'ijimlanib ketmaydi mashina. Ancha saqlab turadi. O'shani hisobiga ham Yevropa standartida 5 ta yulduz olgan xavfsizlik bo'yicha mashina. Akkumulyatorlari juda ham mustahkam qilib ishlangan. 18.3 kilovatli bo'ladi. 18.6 deganim, uzr ming bor. Xo'p, 2,5 ming siklgacha umuman yo'mkisi o'zgarmaydi bunda. 2,5 ming siklgacha umuman yo'mkisi o'zgarmaydi, 100 turaveradi. Keyin bularniki железно fosfatli bo'ladi akkumulyatori. Yong'in, qor, suv, keyin umuman yonmaydigan anaqadan железно fosfatdan ishlatilgan bo'ladi. O'shani hisobiga umuman yonmaydi ham, muzlab ham qolmaydi, boshqa ham bo'lmaydi. Keyin buni shunaqa funksiyasi bor, agar quyosh tagida qolib ketadigan bo'lsa mashina, qattiq qizib ketganini hisobiga mashina o'zini o'zi sovutadi zavod bo'lib. Ha, yo'q, avtomatik zavod bo'lib o'zini sovutishni boshlaydi. Albatta. Telefondan ham bemalol boshqasiz bo'ladi. Albatta. Dubayda o'zi eng ko'p sotiladigan mashinalarimiz hisoblanadi. Mana shu Arizo 8, Tigo 8 gibrid va Tigo 9. Test drive bormi? Albatta, keladilar, bemalol o'chirt olmasdan, boshqa qilmasdan kelib, bemalol test drive qilib ko'rsalar bo'ladi. Nalichida bor hamma mashina. Hamma mashinani test drive. Hamma mashinani test drive qilib bo'ladi. Buni ham bemalol olib chiqib test drive qilib albatta haydasa bo'ladi. Eshitdilar olib olishdan oldin mana narxi ham zo'r ekan. Misol bunga hozir konkurent bo'layotgan mashinalardan olaylik, masalan BYD ham olishi mumkin, toza elektr kimdirlar yoki Malibu haydab yurgan okalar bo'lsa yoki Kia K5 yoki K8 ga qiziqayotganlar bo'lsa, vid bo'yicha ham lekin Kia'ni ozgina K8 ni oldin eslatib qo'yapti. Bemalol olib kelib test drive qilib, lekin narxiga menimcha stoyishi mashina. Bitta ko'rasiz o'zingizlar, bo'ldi, endi 8 turga ketdi endi. Rossiyani o'z bozorida ham 8 Pro imindan eng ko'p sotilayotgan edi. Ikki xil pozitsiyada motori mavjud. Motorini bilaman faqat. Biri 6 litrli GDI, 2 litrli GDI. Faqat GDI da chiqqan. Albatta. MPI motorda chiqmagan. GDI degani primoy porshunga benzin sepib beradigan dvigatel hisoblanadi. Непосредственный впрыск deymiz. Gaz qo'yadigan bo'lsa, misol mana Yevropa gaz оборудованиясini ustiga qilganda 95 ga 5 rejimida ishlaydi. 5% gacha benzin rasxod qiladi. 95% mashinamizni gazda harakatlana oladi. Gazda yurishda ham hech qanaqa muammo yo'q. Bitta misol tariqasida Ruslan akani tanisangiz kerak, Nuriddinov, albatta chempion. Sizlardan 8 Pro olib ancha haydadilar. Ularga qo'yib bergan edim. 2 yildan oshiq yurdilar, maza qilib yurdilar, hech qanaqa muammo yo'q. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqa 3 ta komplektatsiyadan iborat. 1.6 motorligi bor, 2 ta pozitsiya va 2 motorligi bor. Farqi faqat misol uchun oldi tortadigan bo'ladi 1.6larda, bunda 4 ta ballon tortadi, ya'ni off-road ham hisoblanadi qaysidir ma'noda. 2 litrlikda faqatgina 4 ta ballon 4 ta ballon tortadi, albatta. Hozirgi kunda eng ko'pincha olayotgan mijozlarimiz bu oilali hisoblanadi. Kichkina bolalari bor, oilali odamlar shu mashinani xarid qiladi. Nimaga? Chunki bu mashinamiz уже 7 kishilik hisoblanadi. Orqasini bemalol, misol uchun 7 kishilik qilib foydalansangiz bo'ladi yoki bagaj qilib turib 5 kishilikdan ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni tushib chiqadigan sidenasi hisoblanadi. Qisqasi, yumshoqligi bo'yicha ham to'g'risi haydab ko'rganman, ozgina yurganman. Mashina juda ham zo'r, yumshoq. O'zinglar uchun mana mana shu kelasizlik meni Sergeli adres berib ketaylik. Xo'p, Sergeli 7 da joylashganmiz. Xo'p, chap tomonimizni yoqdan kirib kelayotganda o'ng tomonimizda mashina bozori hisoblanadi. Chap tomonimizni o'zgarishdan keyaverish. Bo'ldi. Kelib bemalol xohlagan modellarni test drive qilasizlar, olasizlar. Mabodo kelib naqd pulga olsanglar ham bo'ladi. O'zligingizda 5% rastroshkaligingiz ham mavjud. Xudo xolisa, menimcha bo'ladi, yetadi bizga. Hamma qilib qo'yishingizdan chiqamiz. Okay? Sizga ham rahmat, baraka. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Bekorga eng zo'r nima deydi? Sotuvchini omad tiladi. Haqiqatdan ham tushuntirish bo'yicha ertib oldim.